Assalomu alaykum Kars Uzup obunachilari. Bugungi obzorimiz Shinaray'da eng kulminatsion deydigan darajadagi ushbu avtomobillar: Shinaray T50 Restyling, Shinaray T32, Shinaray T30 Restyling va T30 qo'sh balonlarni sizlar uchun maxsus obzor videosini ko'rsatib beraman. Bugungi obzorimizda birinchi bo'lib Shinaray T50, ya'ni Restyling pozitsiyasi hozirgi kunda Isuzular bilan asosan raqobat qiladigan avtomobil hisoblanib qoldi. Sababi 3 tonna kitobi yozilgani va kamida 5 tonna ko'taradigan avtomobil hisoblanadi. Ikkitalikdan 100 ta, ikkita, ya'ni 100 ta bo'lsa 200 ta общий gazi bor, metan gazi bor, zavodskiy, hamma narsasi bor. Yonida parog, elektron usluительный rul, kojunli sidena hisoblanadi va 5 dyumli sensorli displey va zadni kamera mavjud. Oldi faralari galogen fara, tumanka va oblisovkalar ham ancha chiroyli va SRMga o'zgarib kelgan hisoblanadi. Plyus tarafi buni 1.6 donus motor, 112 ta ot kuchiga ega bo'ladi. Bort uzunligi 390 ga 178 hisoblanadi va bemalol 5 tonna, 6 tonna ko'taraversangiz bo'ladi. Oldi orqa resor qo'sh balon bo'ladi. Yonlarida ham nima deydi, spoilerlari bor. Va bu mashinamizga xohlasangiz tentlarni ham qo'ydirib berishimiz mumkin. Bu mashinamizda boshlang'ich minimal 20-25% to'lab 5 yilgacha optimal variantda xarid qilishingiz mumkin. Xohlagan to'lov orqali chiqarib bera olamiz. Keyingi modelimiz Shinaray T32. Hozirgi kunda ham oilaviy, ham yuk uchun mo'ljallangan ushbu avtomobilimiz asosan Damas o'rniga ham mashina olishyapti. Sababi ham oilaviy yurasiz 5 kishilik, ham 1,5 tonna yukingizni ham olib yuradi. Kitobi 1,5 tonna yozilgan dokumentlarni. Plyus tarafiga keladigan bo'lsak, buni nima plyusi? 1.5 donus motor, 115 ta ot kuchiga ega, 4 tali silindrlar mavjud va elektron usluительный rul. Narxiga keladigan bo'lsak, qarang, narxi o'zi 15.150 gazligi, benzinligi 14.300 hisoblanadi. Nima uchun u yoqda $100 sizlarda qimmat, $100 sizlarda qimmat deyishingiz mumkin. Sababi bizda monitorli 5 dyumli sensorli monitor, zadni kamera qo'shilib kelgan. O'shan hisobiga bizda $100 qimmat. O'zini monitorni o'zini olsangiz ham kamida $200 ga ko'chalardan olasiz. Bunda polni ichki ko'cha hisoblanadi. Ko'chaga teshik qo'yilgan. Nima uchun teshik qo'yilgan deyishingiz mumkin. Ko'chada teshik abduf yoki abagriff qo'yib olishingiz uchun kerak bo'ladi. Plyus tarafi bunda ham tumanka, galogen fara, bomba oblisovka va bort qismi 260 ga 172 hisoblanadi. Orqa resor, oldi amortizator bo'ladi. Va buni ham boshlang'ich 20-25% optimal variantda 5 yilgacha olib ketishingiz mumkin. Shinaray T50 narxi gazligi Restyling 19.200, T52 gazligi ham 19.200, benzinligi 18.200, T50 da benzinligi 18.200. Xo'p. Keyingi modelimiz Shinaray T30 Restyling. Hozirgi kunda Labodan ham ancha katta, to'g'ri, raqobat qilish kerak emas, lekin Laboga nisbatan ikkita berishi mumkin puliga. Labodan ko'proq ishni ham qiladi bu ushbu mashina. Sababi bu mashina juda gajir bolalarning mashinasi deyishimiz mumkin. Bu bort uzunligi 3.15 ga 1.72 hisoblanadi va 2 tonna kitobi yozilgani 3 tonna ham ko'taradi. Orqa resorlar, oldi amortizator, 1.5 donus motor, 115 ta ot kuchiga ega hisoblanadi. 4 tali silindri bor. Bunda ham galogen fara, bomba oblisovka, tumanka ham mavjud. Kojunli sidena, bunda ham monitor 5 dyumli. Shinaraylar pashti hamma modelda yuk mashinasida monitor qo'yilib kelyapti. 5 dyumli displey, zadni kamera, elektron usluительный rul, konsener pechga hamma modelda bor. ABS ham bor dashi, hamma xususiyat. Inomarkadan bitta kam joyi yuk tashish hisoblanadi ushbu avtomobilimizda. Bu mashinamiz narxi 13.200. Gazligini ham gazligini ham olishingiz mumkin. Gazligi ham sotuvda tayyor. Benzinligi 13.200 hozir. Keyingi modelimiz Shinaray T30 New, ya'ni qo'sh balon hisoblanadi. Hozirgi kunda O'zbekistonga yangi kirib kelgan, qoraytirilgan oblisovka, galogen fara, tumanka bor. 1.6 donus motor, 124 ta ot kuchiga ega bo'ladi. Bu dokumentlarni 2 tonna, 2,5 tonna yoziladi. 3 tonna, 3,5 tonna bemalol ko'tarishingiz mumkin ushbu avtomobilimizda. Bunda ham bez monitorligi bor. Bez monitor, asosan monitor kelyapti. $14.750 hisoblanadi. Narxdan ham o'tib berish mumkin, kelsangiz gaplashamiz. Hammasini
$14,750. Bu bort uzunligi ko'proq uzun bo'lib keldi, 5 sm o'sib keldi. Sababi oldin 3.10 kelardi, hozir 3.15 bo'lib kelmoqda. Gazligi endi inshaalloh kirib qoladi O'zbekistonga zavodskiy gazligi. Bizning hamma modelimizga zavodskiy gaz qo'yiladi. Kamera, 5 dyuymli displeylari, elektron svetli rul, kojani sidena kondisioner pechkalari, shinarayda hamma modellar mavjud. Bundan tashqari, bu modellarimizdan tashqari yana modelimiz ko'p. Lekin T30 bu qo'sh balon, oldi-orqa rejissor hisoblanadi. Yana qanaqa modelimiz? Xohlasangiz 10 kishilik, 9 kishilik M7 modellarimiz bor. Uni ham xarid qilishingiz mumkin. Xohlasangiz shunday T52 mana bu T32 dan kattaroq mashina xohlayman desangiz, o'shani ham xarid qilishingiz mumkin. Hamma modelimizga gaz, sentni xohlasa O'zbekiston sharoitida qildirib ham beramiz. Ruxsatlar hamma narsasini olib beramiz. Xo'p, manzilimiz Toshkent shahar Sergeli 2-mavze Chinor va Qipchoq metro tutashgan joydagi Avtocentr avtosaloni. Sizlarni Avtocentr avtosalonida kutamiz. Pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.